Kanallar yaxshimi? Biz Qum bosgan shahar romanini o'qiyotgandik. Bugun shu romanni o'qishni davom qilamiz. Arada uyda to'r bo'lmaganligi sababdan bir hafta uzilib qoldim. Degandim men dastlab bu kitobni o'qishdan burun kitob 3 bo'limdan tarkib topgan. Birinchi bo'limni o'qib tugatdik. Birinchi bo'limda biz shu go'zal, rohat, hech nimadan xabarsiz, beg'am yashayotgan beg'amlar shahrining u go'zal holatidan xonavayron bo'lgan, quyosh shoyi tarafidan besilingan, uning kelgundilari va yiliq tilamchilari tarafidan talon-taroj qilingan va bu xonavayron bo'lgan vatanning qisosini olish uchun quyosh shoyining huzuriga berib, aqli va parasti bilan, jasorati bilan buni o'ltirib, o'z xalqining o'ltirilgan sonsizlagan bu vaqtlarninki qisosini olgan Jahankezda Supurgininki oxirgi sahnasi bilan biz birinchi bo'limni oxirlashtirgandik. Bugundan boshlab ikkinchi bo'lim. Ikkinchi bo'lim 3 Akfuka degan bo'lim o'qishni davom qilamiz. 15-bob Qog'iliq bog'. Bu podshohlikda avlodlaridan qolgan bir odat bor edi. Ular o'zlariga qarshi chiqqan begliklarning beg yoki oqsoqol, urug' jamoatlarining bolalarini poytaxtga kelib ko'rigi tutib turadi. Payti kelganda ulardan o'z maqsadlari uchun foydalanadi yoki ularni ujuqtirib o'tadi. Yantoq oqsoqol bilan uning bolalari shu maqsadda ko'rigi ilinib, Qog'iliq bog'ga nazarband qilingan edi. Qog'iliq bog' shaharning chat bir burchagidagi tashlandiq bog' edi. Bir zamonlarda qaysi bir shoh bu yerni o'zining yaxshi ko'radigan to'qili uchun xos bog'cha qilib bermoqchi bo'lib, bu yerga mevali ko'chatlarni tiktirib, bog'ning atrofini egiz tomlar bilan qo'rshagan va tomlarning ichi teshiga nurg'un daraxtlarni qo'ydirgan edi. Lekin kim bog' o'rni do'ng bo'lg'achqa bu yerga so'ravan chiqmay, mevali daraxtlar toza oynayolmaganlikdan o'rda bu yerni barpo qilish planini tashlab qo'ygan edi. Keyingi chog'larda bog' ichidagi mevalarning qurug'ini qurib, oynig'ini ixtiyoricha har tarafga shox ayirib, bog' ichi jangollashib ketgan edi. Faqat tomni aylantirib qo'ygan daraxtlar cho'nqur yildiz tortib, yillarning o'tishi bilan quchoq yetmas bo'lib, yo'g'inab ketgan edi. Hozir bog' ichida bor bo'lgan mevalar o'z vaqtida bog'vonlar qo'ygan mevalarning urug'laridan to'ralgan yoki shularning yildizlaridan ko'klab chiqqan yov mevalar bo'lib, ular suvsiz muhitga moslashib, qaysarlik bilan ko'kirib turishadi. Qiyon kelgan mezgillarda itiz eriqlardan toshqinlab kelgan suvlar bog'ning qag'jirab yotgan eriqlarini to'ldirib o'tadi-da, bog' ana shundoq tasodifiy kelgan omad bilan yilga 1-2 qatim suv ichib qoladi. Shuning bilan to'kilgan urug'lardan yana yangi bixlar hosil bo'ladi. Mevalarning solashgan yaproqlari kang yeyilib, quyosh nurida yop-yeshil bo'lib paqirab ketadi. Yoz kunlari kun o'ltirishi bilan bu bog'ning teraklari ustiga yuzlagan qog'lar kelib qo'nib, changildishib atrofini beshiq kiyadi. Bu bog'ning ayni chog'lardagi mevali ko'chat qo'ygan bog'vonlari, egalari allaqachon unutilgan bo'lib, hozir bu bog' kishilarga Qog'iliq bog' degan nom bilan tonish edi. Qog'iliq bog'da olvasti bor deb kechalari bu atrofga hech kim oyoq bosmaydi. Kunduzlari bog'ning atrofiga anda-sanda mol boqadigan odamlar kelib qoladi. Bog'ning quyosh nuri va yomg'ir yeshillarda o'ngib qog'jirgan yo'g'on darvozasi kimlar tarafidan mixlab, ichilmas qilib bekitilgan edi. Orada yantoq oqsoqolni bolalari bilan bir yerga nazarband qilishni o'ylashganda, qaysi bir amaldorning esiga shahar aholisining ko'zidan yiroq shu tashlandiq bog' kelgan edi. Orada xizmatchilari bog'ning ko'na darvozasi o'rniga mustahkam bir yangi darvoza o'rnatib, darvozaning bir tarafidan kirib bo'lganda kirib chiqish uchun kichik bir eshik qoldirgan edi. Tomlarni egizlatib, ustiga to'siqlarni bekitdi. Yantoq oqsoqolni bolalari bilan bu yerga akilib soldi. Darvoza oldi va bog' atrofini ko'zat qilishga qorovullarni qo'yishdi. Ichkaridan hech kimning chiqishiga va o'rdaning ruxsatisiz tashqaridan hech kimning kirishiga yo'l qo'yilmaydi. Oqsoqolning oilasiga har oyda bir qatim bir amal qilib, kun o'tkazib turg'udek oziq-tulik kirgizib beriladi. Oqsoqolga narsa kerak ekilib bergan xizmatchi hech kimga qopqonini ochmaydi. İlgileniyorum. Paranglashmaydi. U tug'ma kekech edi. Yantoq oqsoqol bog' ichidagi bir tashlandiq hujrada turadi. Bu qachondir bir chaqlarda boqqa ishlagan bog'vonlarning vaqtliq turishi uchun selingan ikki yig'izliq uy bo'lib, hozir bu uylarning tom to'rislarining suvoqlari tushib, bulunglarni to'r besib ketgan, ishiklari qiysiyib, ilgirki iskatini yo'qotgan edi. Uyning o'g'zisida bahor yomg'irining suvi bilan har ko'klamda ko'p mayislar unib ketadi-da, yozg'i bormaylar qurib qoladi.
Ақсақалның yanında turib atqan 3 o'g'lining oldingi ikkisi cho'ng xotindan bo'lgan bolalar edi. Eng cho'ngining ismi Umar, ikkinchisining ismi Barat edi. Eng kichik o'g'li Safar Ақсақалның kichik xotindan bo'lgan bola edi. Yantaq Ақсақалның cho'ng xotin uzoq yillarning oldida o'lib ketgan bo'lib, bolalarning hammasini qanot ostiga ilib cho'ng qilgan edi. Ақсақал beg'amlar shahrida qolgan kichik xotinning holidan bexabar edi. Yantaq Ақсақал dastlabda qog'liq bog'dagi turmushga zodli ko'namadi. U tit bo'lib nima qilishni bilmay, bog'ning ichida to'xtamay u yoq bu yoqqa mangadi. O'tgan nurg'un ishlarni o'ylaydi. Xudoning hamma bandalariga o'xshash, u nurg'un yaxshi ishlarni qilgan va nurg'un xatoliklarga yo'l qo'ygan edi. Nemishqidir keyin uning ko'zidan jahon kezdi supurga ketmaydigan bo'lib qoldi. Supurga har qitim yiroq yurtlarga qilgan safardan qaytib kelib, Ақсақалni yo'qlaydi. Uningga o'zining ko'rgan bilganlarini, dunyodagi ajoyib podshohliklar, egiz sepillar bilan qo'rshalgan shaharlar, u yerdagi qurollangan lashkar va hokazolar to'g'risidagi tugumas paranglarni qilib beradi. Yantaq Ақсақал u chaqda jahon kezdi supurgining so'zlarini oddiy bir hikoyani anglagandekla anglab qo'ygan edi. Supurgining aytganlari cho'nqur ma'noga ega gaplar ekan, deydi Yantaq Ақсақал o'z-o'ziga. Shu ajoyib shahrimizning atrofiga sepil so'qishni, odamlarimizga qurol yaroq tutqizishni o'ylashmagan ekanmiz. Usulliq itizlar, yurishib turgan tijorat, to'q turmush bizni bakmi beg'am yashashga odatlantirib qo'ygan ekan. Vaqt o'tgan sari Yantaq Ақсақал o'z taqdiriga shukr qiladigan bo'lib qoldi. Albatta, bu tashlandiq bog' mangu kun nuri tushmaydigan, odamlarning irodasi, jismoniy kuch-quvvatini tugashtiradigan heliqi qorong'u, zay zindonlardan ming martaba yaxshi edi. Bu yerning to'rt atrofini egiz tomlar qurshab, tam orqasidan qorovullarning qadam tovush, qilich neyzlarning bir-biriga tegib jaranglashlari anglanib tursa-mu, quyosh yana har kuni nurini sexiylik bilan atrofga chachadi. Bahorda yov mevalar rang-barang chechak ichib, yop-yeshil o'tlar bosh ko'taradi. Ақсақалның balları bo'lsa, har kuni uning beshida parvona bo'lib, xizmatini qiladi. Yantaq Ақсақалның ikki cho'ng o'g'li hozir burtlari xat tortib, uylanish qo'ramiga kelib qolgan edi. Cho'ng o'g'il Umar yuzlari dugulak, o'zimi do'g'aloq kelgan qovul yigit edi. O'tiranchisi Barat, o'roq, egiz, chiroyli yigit bo'lgan edi. Bu o'g'illar tug'ilgan chaqda Ақсақалның uyi umumiy shodlikqa cho'mgan edi. Chunki bu Ақсақалның nasabining uzilib qolmaydiganligidan derak beradigan xushallanarliq ish edi. Ammo bugunga kelganda rayimsiz taqdir ularning yoshligini ana shundoq to'ttam ichiga band qildi. O'g'illar atidan kech kirguncha bog' ichida qafasga solingan qushdek tipirlab yugurishib yuradi. Ba'zida ularga bog'ning tema orqasidan qiz juvonlarning changildab so'zlashgan ovozlari anglanib qoladi. Mundaq chaqlarda Umar bilan Barat qatqan ishlarini tashlab qo'yib, bog' keyindagi ovozga qaytib quloq solishadi. Qizlarning ovozi birdamda yiroqlab ketadi. Yoki qorovullarning "Oy, kimsizlar? Bu yoqqa menishga bo'lmaydi" deb varqirishi bilan o'chadi. "Tfi!" deb la'nat qilishadi o'g'illar qorovullarga. "Xudoyim o'zingning unini menguga o'cha." Yigitlarning kishida yaqinlik tuyg'u, shirin hissiyotlarni paydo qiladigan qizlarning heliqidek ovozlarini yaqindan va uzoqroq anglag'isi bor edi. Garchi bu bog' to'ttam bilan qo'rshalgan bo'lsa-mu, tabiat o'g'illarning vujudida muhabbat, sig'inish degandek ajoyib tuyg'ularni o'xshashli yetildirmoqda edi. Gullar atrofida parvona bo'lib yurgan kepinaklar, tiniq keng osmon va har bahorda mehmon bo'lib kelib, kech kuzda qaytib ketadigan pasli qushlari ularni g'alati xiyollarga soladi. Bizningmi shunday qanotlarimiz bo'lgan bo'lsa, ha, deydi Barat ba'zida osmonda yiroqlab ketayotgan turinlarning ovozi quloq selib turib. Qanotimiz o'z qanday qilmoqchiding deb so'raydi Umar. Bu la'nati shahar jin tekkan eski tomliqlarni tashlab yiroqlarga ketadi. Otamni-chi, otamni tashlabmi? Nemish tashlaymizga? Eliq maqtanchiq paqa bilan aqlli g'azlar to'g'risida sho'chakni anglamaganmisan? Shundaq bir tal yog'ochni tepib, ikkimiz 2-5-ni tishlaydik. Otam yog'ochning o'ttirsini tutatdi. Ondan havoga ko'tarilib, xolgan tarafga qarab uchatdik. U chaqda inimiz Safarni-chi? Ha, safarim bor-a. Mundaq suhbatlardan keyin ular uzoqcha jimib qoladi. Qandaqdir bir yo'g'on tuklik hara ularning besh ustida agib, yana yiroqlab ketadi. Yigitlar agar qarorga kelsa, bir amal qilib bu bog'dan qochib chiqib ketar edi. Lekin ular kundan kunga xiyol bisib, kasalchan bo'lib qolayotgan otasini tashlab ketolmaydi. "Men nemishqim Ақсақалlar oilasida tug'ilib qolgandiman", deydi ba'zi cho'ng o'g'il Umar. "Men sen aytsam, oddiy fuqaro bo'lganga yetmaydi ekan. Qani, qandoq deysan?" deb so'raydi Barat.
Мәсәлән, сән адди бер дихан булсаң, азрак жапа татсаң, әмма артыкча гыймың булмайды. Күндүзі тырышып әмгекеңни кылып, кечсе үйүңдө хатırjam ухлайсаң. Өзүңгө окшош бир кембагалның чырайлык кызга өйлөнүп, Xudoga shukr qanoatini bildirib, namozingni o'qib, umringni bir xil o'tkazsan. Barat bo'lsa, turmush to'g'risida boshqacha muloyiza qiladi. Nima deb kambag'al bo'lib yashamoq kerak? Deydi u. Kambag'alchilikning nimasi yaxshi? Bir nonning alakchiligida eshakdek ishlab kuning o'tadi shu. Qara, men agar odamni zeriktirib saron qilib turgan mushu qamoqdan qutulib chiqib ketadigan bo'lsam, bag'u bir amal qilib yana otamdek bir yurtning oqsoqoli bo'laman. Esingdimi? Kichik chig'imizda uyda bizni chakarlar qo'ldan qo'lga tushirmay ko'tarishib yuradi. Xizmatimizga har doim odam tegaydi. Agar otamni peshkalik bosmagan bo'lsa, bu chaqqa biz shaharimizga katta boylarning qizlariga uylangan bo'lardik. Shu chaqda tamning u yindagi boqqa yaqin yo'llarning biridan yana cho'konlarning kulki ovozlari anglangandek bo'ladi. Akuşikkelan so'zlarini to'xtatib, diqqat bilan quloq solishadi. Ba'zi ular bog' ichida egizrak o'sgan daraxtlarning uchiga yamishib chiqib, sirtik alomatlarni ko'rmoqchi bo'lishadi. Biroq ular bekorg'ila ovora bo'lishadi. Har qancha egizga chiqqan bilanmi, faqat yiroqdagi daraxtlarning uchila ko'zga chiliqadi. Yantoq oqsoqolning eng kichik o'g'li Sapar 4-5 yoshlarda bor edi. Uning uchun mushu cho'ng bog'ning ichi bir keng dunyo bilinadi. Qalaymaqan o'sib jangallashib ketgan mevalar, daraxtliklar orasidan ketgan oyoq yo'llar, o'tjuplar ustida o'milishib yuradigan harmas cho'mililar, ajoyib rangdor kepinaklar, kecha bilan kunduz ozg'ashmay almashib turadigan quyosh bilan oy. Bularning hammasi hozircha uning balliq tasavvur dunyosini to'ldirishga yetib oshadi. Ba'zida akalari uni hapash qilib o'ynatib, bog'ning egiz tomlari yana opirib qoladi. Kichik Safarga bu olamning chegirisi naq shu tomlar bo'lib ko'rinadi. Yantoq oqsoqol kundan kuniga salomatlikka o'sallab, cho'ng o'g'illari naladindir ko'ni pallan tepib kelib, uy oldiga yasab bergan karvatdan qo'polmas bo'lib qolgan edi. Ko'p chaqlarda Sapar o'zining changildiq ovozi bilan tugamas savollarni so'rab, oqsoqolning beshidan neri ketmaydi. "Ota, sen nimishqa bu karvatdan tushmay yotaversan? Quyosh nerdan chiqadi? Kunduzlari yulduzlar nerga ketadi? Kipinaklarni yemdi ota." Sapar o'zining ashundoq ballayt savollari, tatlı qiliqlari bilan oqsoqolning zerikishlik kunlarini bilindirmaydi. Yantoq oqsoqol kechalari shu kichik o'g'lini yeniga ilib, uning dumbisini siylab uxlatadi. Bala o'zining tatlı pushildoshlari, yumram badani, issiq nafsi bilan otasining qo'ynini to'ldirib turadi. Oqsoqol har kunlik namozda yig'lab turib, Xudodan ballarning baxtini tilaydi. Ballarning taqdiri, kelgusi haqida bakmi qayg'uradi. Mana u cho'ng bir shaharning oqsoqoli bo'lib, yurt so'rdi. Shuncha nurg'un yer, suv, mol dunyoga ega bo'ldi-yu, oxirida bo'lsa, yanada balları qoldirgudek sinoq yamaqmi qolmadi. Yantoq oqsoqolning holi kundan kunga o'sallab ketayotdi. Bir kuni tun yarmida u quloq tibida shipirlagan ovozdan cho'chib uyg'onib ketdi. "Kim?" deb beshini ko'tarib yotqanni maydasiga tortdi u. "Men" degan javob keldi qorong'ulikdan. "Men degan kim? Sen meni tonimaysan, uningni past qil. Meni bu shaharda Tamtishar deb atashadi. O'z vaqtida shoh xazinasini amon qo'ymagan Tamtisharman." Oqsoqol qorong'ulikdan bir kishining karvatida o'rturgan simasini farqatdi. "Amsa bu yerga xato kirib qolsan", dedi oqsoqol. "Bu yerda sen chiqib ketgidek bir narsa yo'q. Menga sening bir narsan kerak emas. Ma, bu omonatingni topshirib ol." Tamtishar Jahongezda supurib bergan teri xaltini yantoq oqsoqolning qo'liga tutqizdi. "Bu nima? Nimaligini men bilmayman. Balkim tilladi. Jahongezda supurgi degan bir birodaring kirgizdi. U senga salom aytdi. Beg'amlar shahri ig'ir kunda qoldi. Xalqqa bir boshlamchi kerak. Oqsoqol bir amalni tepib qochib chiqsin" dedi. "Qochmoqchi bo'lsang, bog'ning g'arb tarafidagi yo'g'on yong'oqning yenidagi tomdan bir teshib, o'tjuplar bilan yepib qo'ydim. Tayyorlig'ini qilib shu yerdan qochib chiqib ket." Yantoq oqsoqol achchiq kuldi. "Menda hozir qechib yurtimga borgudek mag'dur nima qilsin?" dedi u. "Mana 2 oydan beri mushu o'rindan qo'polmay yetibdiman.
Hey, əfsus, biz xalqqa val qildik. Odamlarimizdan to'lim bexud o'rgatgan ekanmiz. Shu shaharga oqsoqol bo'lib turgan chog'larimni o'ylasam, ko'p ishlarni xam qilgan ekanman. Tamteshari oqsoqolning so'zlariga kulib qo'ydi. Bu barliq amal tutqanlarning o'rtaq asirdi, dedi u. Bir chog'da men bir olim kishi bilan bir zindonda yotgan edim. U menga amal nozli xotinga o'xshaydi. U go'zal va vafosiz keladi. U hech kimga, hatto shohlog'imi mangu boqivanda emas. U qo'lga keladi, yana qo'ldan ketadi. Amal tutquchi bu haqiqatni taxtining egiz palanpaylaridan domalab tushgandila ondan tushunib, nurg'un ishlarni xato qilganlarga hasrat chekadi. U chog'da u kechikkan bo'ladi, degan edi. Xayr, men ketdim. To'xta, deb tam tesharni to'xtatib oldi oqsoqol. Sen bu xaltını karvat yenidagi jigdi tüyge o'z qo'ling bilan ko'mib qo'yib chiqib ket. Shu chog'da sen menga hech nima bermagan bo'lasan. Menmi sendan hech nima olmagan bo'laman. Bu narsalar balkim o'g'illarimga lozim bo'lib qolar. Mendan supurgiga salom ayt. Supurga? Supurga bu dunyoda ya bor ya yo'q. Yantoq oqsoqol tam tesharning bu gaplarining ma'nosini anqiramay qoldi. Ertesi saharliki yantoq oqsoqol ikki cho'ng o'g'lini yeniq chaqirdi. Hey Umar, Barat, qiynasizlar, bu yoqqa kelinglar. Oqsoqolning ikki o'g'li ko'zlarini yirtib ichib, otasining yanida hozir bo'ldi. Kichik Safar bo'lsa, hech nimadan xabarsiz, tatliq uxlab yotadi. Xo'sh ata, nima topshiriqlar bor ekan? deyishdi o'g'illar. Mening Allohning dargohiga qaytadigan vaqtim oz qolganda qiladi. Gapimni tingshanglar. Bu usti ochiq zindonda sizlar men bilan tang kulpat tortdinglar. Xizmatimda bo'ldinglar. Men sizlardan ikkili dunyo roziman. Lekin sizlarning og'zinglarga yetarlik ilm sololmadim. O'ylik o'choqlik qilolmadim. Bu mening o'z mehlimdan emas, amalsizligimdan bo'ldi. Mendan rozi bo'linglar. O'g'illar otasining so'zini anglab ko'z ish qildi. Ota, biz sizdan ming martaba rozimiz. Holingizdan yaxshi xabar ololmadik. Balliq qilgan yerlarimiz bo'lsa kechiring ota. Men sizlardan rozi bo'larim. Tinchlaninglar. Gapimga quloq solinglar. Men o'lib tatib qolsam, meni dafn qilib bo'lib, ovi jikdi tuvini ko'langlar. U yerda sizlarning kelgusinglar uchun qoldirib qo'ygan ozg'ini bir narsa turibdi. Uni elinglarda bir amal qilib bu yerdan qechinglar. Ma uxlayotgan Safar sizlarning qarindishinglar. U deh kichik. Mendan keyin qolganda uni tashlab etmanglar. Jigdi tuviga ko'milgan narsada uningmi bir o'lish haqqi bor. Uningga mening o'rnimda otadochilik qilishni sizlarga topshirdim. Oqsoqol qo'llarini ko'tarib o'g'illarga duo berdi. Bu yerdan biz qanday qochib ketsak bo'lar? Deb otasi bilan inisi qardi Umar. Bir yaxshi niyatli odam bog'ning g'arbidagi cho'ng yong'oq daraxining yenidagi tomdan bir to'shik teshib, o't cho'plar bilan yepib qo'yibdi. Esinglarda bo'lsin. Qechib qayerga boramiz, dedi Barat. Albatta o'z yurtinglarga, Beg'amlar shahriga borsizlar, dedi yantoq oqsoqol. U yerda sizlarni kutib turibdi. Sizlar yantoq oqsoqol bolalarga deydigan oxirgi muhim vasiyatlarini aytib bo'lolmayla tiniqdan qoldi. Bugungi o'qishimiz oxirlashdi. Davomini davomli o'qiymiz. Allohga omonat.